Assalomu alaykum, qalaysiz, yaxshimisizlar? Menda har doim problema bo'lgan, telefonni joylashtirib olmayman, chunki joylashtiradigan anaqa nimaga tushunmayman, shunaqa narsalarim yo'q, sotib olishim kerak. Hech ham pul ajrata olmayapman shunga. Tak. Anaqa ko'rmayapmanmi? Go'sht deganda, go'shtda men ko'pincha uyda ovqat qilmayman. Kamdan kam qilaman, chunki vaqtim bo'lmaydi ovqat qilishga. Vaqtim bo'lmaydi degan narsa bu men uchun bahona. To'g'risi, vaqt topsa bo'ladi. Hozir yo'q, bo'lganman. Uxlayveraman. Shuning uchun ayam qiladilar ovqatni. Uncha ko'p ovqat qilolmayman, vaqtim bo'lmaydi ham, o'zimni xohishim ham yo'q. Agar ovqat qilishga xohish bo'lsa, odam har qanday vaziyatda ovqat qila oladi uyga. Ayam ovqat qiladilar, men bezbetlarcha borib ayam ovqatlarni ichib kelaman. Yo'q qilaman, osh qilaman, mant qilaman, pigmentlarni tugib chiqarib, tugib morozilka solib qo'yaman, keyin bolgarskiy qilaman. Ularni yarim tayyor mahsulot qilib solib qo'yaman. Chunki ovqat qilib, ovqatga qarab o'tirishga menga vaqt yo'q. Ishim ko'p, lekin ulgurolmayman. Ulgursa bo'ladi menimcha. Ba'zida ulguraman ham. Lekin har doim ovqat qila olmayman, buni tan olaman, erinchoqligimni. Bu go'shtni kecha Rossiyada ishlaydigan jiyanim berib yuborgan. O'g'aynisi bozorga qilib olib keldi biznikiga. Chunki dadam bilan ayam yoshlari katta. 80-90 yoshlar. Necha yosh deyishsa, ikkalarining oralarida 10 yosh farq bor. Shuning uchun dadam 90 yosh, ayam 80 yosh deyman. Chunki hisoblab bermayman. Hisoblab yoshlarini hisoblagim kelmaydi. Faloncha yil tug'ilgan, hozir faloncha yil shu yoshga kirdi deb ayta olmayman. Bundan hozir 80 yosh, 90 yosh deb qo'yaman. Go'shtni kim qanday asraydi? Men bilmayman, lekin men hozir sizlarga qanaqa qilib asrashimni ko'rsatib beraman. Agar nima deydi? Light hack. Go'sht yaxshi go'sht ekan, yog'li, suyaklari ham bor. Menga suyakli go'shtlar juda yoqadi. Suyakli go'sht bo'lsa, ovqat shirin chiqadi. Juda ham shirin chiqadi. Nima deydi? Mazali chiqadi. Mazali ovqatlar. Gruppaga hammada bo'lsa kerak, qondoshlar gruppasiga video joylab tashlab yubordim. Yuborgan narsalarini baraka topsin. Har doim mana shunaqa Qurbon namozida, naqada Ramazonda nima qiladi, sovg'a jo'natadi, bu narsa berib boradi. Lekin yaxshi, shunisiga ham chuqur. Tak, go'sht tuzlanmagan. Men har doim go'shtga 2 qoshiqcha shakar solaman. Keyin solaman. Yaxshilab tuzlayman. Chunki tuzlarni o'ziga o'ldirib, hozir yo'q pripravalarim yo'q ekan, pripravalar sepib qo'yardim. Shuni tak. Qo'yma tug'li. Mana bunaqa yeni idishchalar olib qo'yganman. Shu go'sht uchun maxsus. Ba'zi go'shtlarim ko'payib ketib qoladi. Shu yerda hammasini pishirib yevorolmaydi-ku. Ertangi kunga ham o'ylash kerak-ku. Shuning uchun men mana hozir uni tarelkada suyaklarini ajratib olaman. Qancha suyakli go'shtimiz bor ekan, qancha lahm go'shtimiz bor ekan. Shuni ajratib olaman. Bo'ldi, o'zi mana shu ekan suyaklari. Endi buni qolganini tarelkaga solib olaman. Ikkita yoqchalardan qilib. Hozir bu tuzlandi. Mana xuddi shunaqa qilib solib olaman. Bu degani bir marta biz ko'p go'sht ishlatmaymiz. Go'shtli ovqat qilib yemaymiz. Mana bir marta ovqat bo'lar ekan. Hozir buni morozilkaga solib qo'yma, muzlab qoladi. Agar go'shtni mana shunaqa qilib to'g'rab, maydalab, alohida qilib qo'ymasa, kimdir kelib qoladi, misol uchun. Go'sht kerak bo'lib qoladi. Muzlayotgan go'shtni kesish juda ham noqulay. Kesgan paytda aniq kimdir qaqanidir o'tirib oladi-da. Hozir 4 ta tarelkamga sig'madi bu. Hozir tarelka topay. Mana ikkita tarelka olib keldim. Juda ko'p shunaqa holatlar bo'lganda menda go'shtni shoshilib, kesib, yaxshi kesa olmay, har xil shaklcha bo'lib qolib, o'sha paytda go'shtni kesgan paytda yo bo'lmasa mikrovolkalarim bo'lmagan, ustidan qaynoq suv solib, go'shtni ta'mi o'zgarib ketadi, eritishga qo'yib, mana shunaqalar bo'lib, juda noqulay bo'lganda. Bunaqa qilib, men sortirovka qilaman-da, bir marta ovqat bo'lar ekan. Meni ayam ovqat qiladi, ayam yoshlari katta, lekin o'zlari ovqat qilishni yaxshi ko'radilar. Men ovqat qilganimga ko'nmaydi ham, to'g'risi. Shuning uchun shunaqa qilib qo'yaman. Mana bu tabiiyga kerak ekan. Oturing. Bo'lsa bo'lar ekan go'sht. Ozgina suya bir ekan.
mo'ma bilan buva bo'lsa sho'rvaginani qaynatib ichsanglar bo'lmaydimi deydi kimdirda. Yo'q, unaqa to'g'ri. Unday go'shtsiz ovqat qilib unaqa qilmaymiz. Allohga shukr. Dadam ham, oyim ham bordi ham ko'rganlar, yo'q deydi ham ko'rganlar, akalari ham yetimchilikda katta bo'lishgan, o'shaning uchun ko'p go'sht solma deb o'zlari anaqa qilishadi. Go'sht solmay deb ba'ziga o'xshab qovurtirib, unaqa damlama qildirtirib, unaqa qilib yedirtirib, o'shani xohlashmaydi. Lekin har doim qozonimizda Allohga shukr ovqatimiz bor, go'shtimiz qaynab turadi. Mehmon kelsa, mehmonni ham shu go'shtli ovqat qilib, hurmatini joyiga qo'yib kuzatib boramiz. Allohga shukr. Agar yana uyga mehmon kelib qolsa, ko'proq mehmon kelib qolgan bo'lsa, bunaqa go'shtdan ishlatamiz, borib qassobxonadan borib go'sht olib kelib kelamiz. Bunaqa emas, bizning kundalik ovqatlanish bunaqamizga shunaqa qilib qo'yaman men. Yo'q. Nima bo'ldi? Mayda. Чеснок. Agar limon bo'lsa limon, ziralar, pripravalar sepib qo'yardim. Hozir men yonimda yo'q ekan, naryoqda ketgan. Ayamning xonalari, o'sha tarafda oshxona bor. Go'sht ham shalom bo'lib turadi. Tuzlarni o'ziga olib, shunday solib ishlataveradi. Qovursalar bo'ldi. Men mana bu go'shtlardan farsh qila olmayman, chunki qiyin kelmaydi farshni. Farshni tayyorini olib kelaman. Yarim kilo, 1 kilo qilib olib kelaman. Uni ham yog'li yog'siz bor. Shuni olib kelgandan keyin o'shalardan men chuchvara qilib qo'yaman, galipsi qilib qo'yaman, g'ilaycha qilib qo'yaman. Buni ham xuddi shunaqa patnischalarga, tarelkachalarga solib muzlatib qo'yaman. Bitta ustini istirishamiz. Mana xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Chunki bizda 3 kishimiz, dadam, ayam, men, chalamizga yetadi. Shuncha bo'ldi. 1 2 3 4 5 6 7.